Dilmurodjon, nimaga bunaqa odamsiz? Nima bo'lyapti aka? Shunaqa ham tozasini topib olasizmi? Ustalar keldi aka. Yomonlar-a? Tozalari keldi. Mashalloh. Sharali uddonlari kelibdi. Buqani qarang. Ko'praga o'xshaydi-yu. Ammo boqaman, haqiqiy zo'ridan tonna qilaman deganlar bo'lsa, mana telefon qiling. Mana. Aka, jonivorlar. Ko'bray bular. Nech pul aytdingiz? O'zingiz ayting, boshini. Aka 65 million so'm kami bor. Hop. Ishqivoziga 60 million ketaveradi. Qanchaga? 63 million so'mga ketdi. Ishqivoziga? Aha. Aka talashdi, tortishdik, sal yo'lida qiling deb bir narsaga 63 millionga tushirdik. Bo'l, totavering. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy mahallasida yana paket yedisiz. Mana o'sini qo'shib oling, tavsiya qilaman. Mana shu shohlisin. Bu yoqda 5 tasi ham gapirilgan. Bularga telefon qilishingiz mumkin. Bugungi sanamiz 30-aprel 2026-yil. Farg'ona viloyati Uchko'prik tumani Puchug'oy mahallasida to'liq ma'lumot Sanjirbek Uz YouTube kanalidan ko'rishingiz mumkin. Buqalar eng narxonga tushdi. Zagonda yurgan buqalarimiz. Gazni bosing. Bunaqa buqalar aka har doim ham kelavermaydi. O'shanisini hisobga oling. Adilmajon. Mana tozalar kelgan yo'q o'zi bu kunlarda o'zi. Endi kelib qoldi tozasi. Barakasini bersin-a. Oyga odam mazza qilib baqsa ursam bo'lamiz. Xudo xolasa, duo qilib yursin-a. Aha. Loyim, qani ketdik.